Barchakada zerikkan kasallik korobkadan ovoz chiqishi. Ya'ni tig'ib turganda chiqmaydi, yurganda g'irillab ovoz chiqadi. Shu nimadanligini ko'rsatib o'taman. Xo'p, ko'pchilik o'sha ovoz tufayli korobkani ochmaydi. Faqatgina shuni alishtirib olishga harakat qiladi. Buni remont qilsa bo'ladi. Sizlar like bosib turinglar, men kuzatishda davom etaman. Xullas, ko'pincha mana bu перечневал pashimlik bo'ladi. Bu перечневал pashimlik ko'pincha to'kilib ketib qoladi. Asosan Nexus bilan Cobalt Spark'da ko'p kuzatiladigan kasallik, xuddi shu kasallik. Birda ham, ikkida ham postoyanniy g'irillagan ovoz chiqib turadi. Bu displeydan bo'lsa yo'qoladi. Bunda korobkani alishtirishga shoshilmanglar. Xuddi shu pashimlikni alishtirib olsa, umuman muammo yo'qoladi. Bir yo'li ochilganda komplet alishtiriladi. Korobkada umuman dovush qolmaydi. Tiniq yangidek ishlab beradi. Korobka alishtirishga shoshilmanglar. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib, pashimliklarni alishtirib, joy-joyiga qilib, yuvib tozalab yig'ib beramiz inshaalloh. Korobkalardagi ovozlar umuman qolmaydi. Bu videoda asosan siparish shakllarga tashlab beramiz.